Ular sizni ko'p o'ylashingizni istashmaydi. Uyg'oning va anglab yeting. Hayotingizni boshqarayotgan odamlar bor. Siz esa bundan bexabarsiz. Agar qamoqxona devorlardan qurilmagan bo'lsa-chi? Agar bilganlaringizning bari yolg'on bo'lsa-chi? Agar butun hayotingiz aslida matritsiya bo'lsa-chi? Islom ta'limotlarida Dajjal, soxta masihning chiqishi qiyomatdan oldin insoniyat boshiga tushadigan eng katta fitnalardan biri sifatida tasvirlanadi. U odamlarni chalg'itishi, buzishi, yolg'on mo'jizalar va yolg'on va'dalar bilan ko'plab insonlarni yo'ldan ozdirishi xabar qilingan. U yolg'onchi, eng katta yolg'onchi, oxirgi va eng kattasi. Biz Dajjal haqida gapirganda ikki o'lchovni yodda tutishimiz kerak. Birinchisi Dajjalning o'zi shaxs sifatida, ikkinchisi esa Dajjoliy tizim, ya'ni uning vazifasini amalga oshirishga zamin hozirlaydigan asos. Demak, buzilish va aldov faqat Dajjalning shaxsi bilan cheklanmaydi. Bu asta-sekinlik bilan shakllanadigan jarayon, bir kunda yuz beradigan hodisa emas. Aslida u siyosiy, ijtimoiy, madaniy va iqtisodiy sohalar bo'ylab faoliyat yuritadigan keng tarmoqqa tayanadi. Aynan shu tarmoq vaqt o'tishi bilan dunyoni uning kelishiga tayyorlaydi. Bu tayyorgarlik o'z politsiyasi va qo'shinlari bilan boshqariladigan tizim, keng qamrovli aldov va nazorat mexanizmini yaratadi. Ko'pincha u zamonaviy matritsiya yoki yangi dunyo tartibi sifatida ta'riflanadi. Yangi dunyo tartibi bu murakkab tizim mafkura, texnologiya va madaniy o'zgarishlardan foydalanib, insoniyatni axloqsizlikka undaydi, jamiyatni parchalab tashlaydi va odamlarni ilohiy haqiqatdan uzoqlashtiradi. Har bir unsur dunyoni Dajjalning eng buyuk sinoviga zaif holga keltirishda strategik rol o'ynaydi. Aslida oxir zamonning ko'plab kichik alomatlarini ham Dajjoliy matritsiyaning tarkibiy qismlari sifatida ko'rish mumkin. Birinchi bob. Feministik dastur. Feministik harakat avval adolatni da'vo qilgandek ko'ringan bo'lsa-da, bugunga kelib ayollarni din, oila va fitratdan ajratishga xizmat qiladigan dajjoliy vositaga aylandi. Twitter'dagi bioyimda ochiq yozilgan: "Men musulmon lezbiyankaman." ONC'ning 2 hafta avval chiqargan ma'lumotlarni ko'rdingizmi? Unga ko'ra, statistika yuritila boshlagandan beri ilk bor 30 yoshga kelganda ayollarning 50.1% farzandsiz bo'lib chiqdi. Ya'ni 30 yoshdagi bolasiz ayollar bolali ayollardan ko'proq. Siz erkaklar muhim deb o'ylaysizmi? Qaysi ma'noda? Nimaga kerak ular? Bu harakat ilohiy chegaralarda adolat yoki huquqni izlamaydi. Aksincha, ayollarni hijobdan, nikohdan va onalikdan yuz o'girishga undaydi. Ularni har qanday yo'l bilan mustaqillikka intilishga chorlaydi. Bunga OnlyFans, modellik yoki jinsiy kontent orqali pul topish ham kiradi. Ijtimoiy tarmoqlarda bu ishlar targ'ib qilinadi. Hayo esa masxara qilinadi. Beodoblik maqtaladi. Amerikalik mashhur feminist Betty Friedan va 20-asrning eng mashhur feministlardan biri Simone de Beauvoir o'rtasida mashhur munozara bo'lib o'tgan. Bu 1975-yilda bo'lib o'tgan. Betty Friedan shunday degan: "Menimcha ayollarga tanlov berishimiz kerak. Ular xohlasa ishga chiqsin, xohlasa uyda qolib farzand tarbiyasi bilan shug'ullansin. Muhimi ularda tanlov bo'lishi kerak." Ammo Simone de Beauvoir izchil va ziyoli feminist sifatida bunday deydi: "Tanlov bo'lishi mumkin emas, chunki agar tanlov berilsa, ayollarning ko'pchiligi uyda qolishni tanlaydi. Agar ayollarning aksariyati uyda qolsa, ular hech qachon erkin bo'la olmaydi. Agar biz ayollarning haqiqiy ozodligini istasak, ularni majburan bo'lsa ham ozod qilishimiz kerak." Bu ma'naviy yimirilish Dajjalning aldovi bilan to'liq uyg'unlashadi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam aytganlar: "Dajjalga ergashib chiqqanlarning ko'pi ayollar bo'ladi. Shunday bo'ladiki, erkak o'zining xotini, onasi, qizi, singlisi va xolasini qaytarib olib keladi. Chiqib ketmasin deb ularni mahkam bog'lab qo'yadi." Bu ogohlantiruvchi hadis ayollar Dajjal tizimida qanchalik buzilib, u paydo bo'lganda unga ergashishga tayyor bo'lib qolishini yaqqol ko'rsatib turibdi.